Plomber kremida ekler tayyorlaymiz. Eng mazali kremlardan biri. Bu krem bilan eklerlarimiz yanada mazali bo'ladi. Qancha yesalarinam me'daga tegmaydigan mazali eklerlar bo'ladi. Birinchi bo'lib kremini tayyorlab olamiz. Idishimizga tuxum shakarni solamiz. Yaxshilab aralashtirib, un kraxmalni solamiz. Ustidan sut qo'yamiz. Gazga qo'yib qaynaguncha aralashtiramiz. Zavarnoy kremimizni tayyor qilib olamiz. Kremimiz soviguncha eklerlarimizni tayyorlaymiz. Idishimizga sut, suv, sariyog', tuzni solib gazga qo'yamiz. Sutimiz qaynagach unni solib videoda ko'rsatilgandek xamir qilib olamiz. Sozdan tuxumlarimizni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Suyuqroq massa qilamiz va mishok yordamida listga chiqarib duxovkaga pishish uchun yuboramiz. Eklerlarimiz pishguncha zavarnoy kremimizni mikser qilamiz. Qaymoq, moloko qo'shib yana biroz mikser qilamiz. Shunaqa mazali krem bo'ladi. Eklerlarimiz sovigandan so'ng mishok yordamida har birini kremlab chiqamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali bo'ladi.